Bugun internetda trend bo'layotgan zikrlar haqida gaplashamiz. Go'yoki siz o'sha zikrni aytib, undan keyin o'zingizni tilagingiz yoki niyatingizni aytsangiz, u amalga oshar ekan. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Bu zikr quyidagicha: Allohumma inni as'aluka. Bu so'zning arabchadan ma'nosi Allohim sendan so'rayman degani. Ya'ni bu bir duoning boshlanishi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Termiziy hadisida aytganlar: agar kimki 3 marta jannatni so'rasa, Alloh unga jannatni beradi. Ya'ni Allohumma inni as'aluka jannatul firdaus. Lekin aynan shu zikrni aytganingizdan keyin niyatingiz 100% amalga oshadi degani emas va bu haqida sahih hadislar ham mavjud emas. Shuningdek, payg'ambarimiz aytadilar: Allohning huzurida duodan ulug'roq narsa yo'q. Aynan shu zikr bilan Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a va rizqan tayyiban va amalan mutaqabbalan. Lekin bir jumlani olib, albatta niyating amalga oshadi deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.